Assalomu alaykum, qadrli sport kanali fitness sirlari ko'rsatuvini muxlislari. Mana bugun va'da qilganimizdek oyoq uchun bo'lgan mashg'ulotimiz. Buni nafaqat fitness maskanida, balki uy sharoitida ham bajarsangiz bo'ladi. Chunki hammaning ham fitness maskaniga borgani vaqti va sharoiti topilmasligi mumkin. Buni men Isroil Polvonov, bodybuilding bo'yicha jahon vitse-chempioni va meni yordamchim Abdulloh ko'rsatib beramiz bugun. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Albatta, har doimgidek boshida yurib, hovlida yengil yugurib, agarda imkon bo'lmasa, turgan joyingizda arg'imchoq bilan sakrab yoki ozgina yugurib, yurak qon tomir tizimingizni mashg'ulotga tayyorlab olasiz. Undan keyin odatdagidek chigal yozdi mashqlarga o'tamiz. Chunki bu chigal yozdi mashqlari birinchidan bizni jarohat olishdan qutqaradi va bizni mashg'ulotga tayyor qilib 25-30% ga mashg'ulotimizni samaradorligini oshiradi. Demak, boshladik. Birinchi tepa qismda bo'yindan boshladik. Har tomonga 10-15 tadan qaytarib aylantiramiz. Bir tomonga 10 ta, ikkinchi tomonga. Yana qaytarishimiz mumkin. Yaxshilab qizib. Bu chigal yozdi mashqini siz nafaqat mashg'ulotdan avval, balki ishxonangizda, kechgacha kompyuter ustida o'tirib charchaganingizda qon aylanishini yaxshilash uchun, charchoqlarni yechib, kayfiyatni oshirish uchun kun davomida har 2-3 soatda bajarsangiz ham juda ham foydali. Hamda ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. Erinmasdan 2-3 mahal kuniga agar buni bajarsangiz. Besh 10 daqiqa vaqtingizni oladi xolos, lekin sog'lig'ingizga, kayfiyatingizga ancha foyda beradigan chigal yozdi oddiy ertalabki gimnastikaga o'xshagan mashg'ulot. Har bir bo'g'imlarimizni yaxshilab qizdirib olamiz. Ana o'shanda qo'rqmasdan mashg'ulot bajarayotganda agarda ozgina noto'g'ri bajarib qo'ysak ham jarohat olish xavfini ancha pasaytiradi. Ayniqsa qish, sovuq mavsumlarda mushaklarni qizdirib olish juda ham foydali. Men buni tez siltab bajarganimni foydasi shuki, mana shu mashq qilganingizda yon tomon, qorinning yon tomon mushaklari ishlab, yog'larning erishiga, qon aylanishiga ancha yordam bo'ladi. Belli ham aylantiramiz, esdan chiqibdi. Va asta-sekin tepa qismiga o'tamiz. Ehtiyot bo'lib. Mana shunaqa bel cho'rasi, har xil muammolar nimadan kelib chiqadi? Mana shu sizni mushaklaringizga, umurtqa pog'onangiz orasiga yaxshi qon yetib bormasligidan, modda almashuvi pasayishidan, kechgacha o'tirib gipertonus bo'lganingizdan keyin mana shu qon aylanishida buzilganidan kelib chiqadigan narsalar. Aslida mashg'ulotni bunga aloqasi yo'q. Odam oddiy kechgacha o'tirganda yoki mashinada yurganda yoki mana bexosdan
egilib, noto'g'ri egilib qo'yganda mana shu muammolar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun mashg'ulot qilib yurgan doimo foydali o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun. Oyoqlar uchun qizdirib olamiz. o'n 15 martadan. Yon tomonga mana chigal yozdi mashqimizni qilib oldik. Tayyor bo'lsangiz boshladik mashqlarni. Bugun biz oyoqlar uchun uy sharoitida yoki zal maskanida xohlagan yerda bajarsa bo'ladigan mashg'ulotni ko'rsatamiz. Demak, birinchi mashqimiz o'tirib turish, squat inglizchasiga 10-15 martadan ketdik. Yangi boshlaganlar bir yondashuvda asta-sekin 2 hafta 3 haftadagi 2-3 yondashuvga o'tishingiz mumkin. Boshladik. Belni tekis ushlaymiz. Tushganda nafas olib, ko'targanda nafas chiqaramiz. Buni har xil usulda bajarsa bo'ladi. Men bajargan usul ko'proq stanovoy chagaga yaqinroq. O'n 15 marta qilgandan keyin 1-2 daqiqa dam olamiz. Yurak urishimiz, nafas olishimiz rostlashib olguncha. Demak, navbatdagi mashqimiz oldimga qadam tashlab turish, bir oyoqlar. Demak, avval bitta oyoqqa bajarib, keyin ikkinchisiga, keyin 1-2 daqiqa dam olamiz. Ketdik. Orasida 1-2 daqiqa dam olib, keyingi yondashuvga o'tsak bo'ladi. Boshlanishiga gantel yoki bir og'irlik bo'lishi shart emas. O'zingizni vazningiz bilan bajarishni avval to'g'ri texnikasini o'rganing. Tushganda nafas olamiz, ko'tarilganda chiqaramiz. Nargi oyoqqa.
Nimaligini bilmadim u, lekin mana shu mashq eng og'ir mashq deb hisoblashadi ko'pchilik. Bilmadim, balki yurak, qon tomir uchun eng foydali mashq bo'lsa kerak. Navbatdagi mashqimiz ayniqsa ayollar yoqtiradigan mashq, lekin erkaklarga ham juda foydasi bor. Ketdik. Mana endi professional bodybuilderlar yaxshi ko'radigan mashqqa o'tamiz. Oyoqni ichki tarafi uchun o'tirib turish. Buni bitta gantel bilan bajarsangiz ham bo'ladi yoki boshlanishiga umuman gantelsiz qilsangiz yaxshi. Belni tekis ushlab, tushganda nafas olib, ko'targanda nafas chiqaramiz. Endi buni mana bunaqa qiyin usullari bor. Bunga keyinchalik o'tsangiz bo'ladi. Misol mana bunaqa vyiptlar yonga. Endi bu professionallar uchun. Yoki figurasini mukammal qilmoqchi bo'lganlar bunaqa variantlarni ham ishlasa bo'ladi. Navbatdagi mashqimiz sal murakkabroq. Buni bajarish uchun ozgina tayyor bo'lishingiz kerak. Boshlanishida ehtiyot bo'lib, pastroq supaga qo'yib bajarganingiz yaxshi. Ketdik. Bir oyoqlab o'tirib turish. Juda ham har bitta oyoqqa kuchli, samarali yuklama beradi. Yaxshi. 10-15 ta bitta oyoqqa, keyin ikkinchi oyoqqa, keyin 1-2 daqiqa dam olamiz. Texnikasi yaxshi, misol qiyin bo'layapti, bajarib yurmagan bu bola bu mashq ko'rinib turibdi. Doim bajarib yurganda oson bo'ladi. Bosh tekis turish kerak. Endi hozir yangi boshlaganda texnika baribir ozgina buziladi. Oyoq uchun navbatdagi mashqimiz yengil ko'ringani bilan yengil emas. Oyog'i oldi tomonini uy sharoitida ishlash. Demak, qo'limizni tekis qo'yib, qarama-qarshiga oyoq ko'taramiz. Har bittasiga 15-20 martadan. Chaqqonlik uchun juda ham foydali mashq.
qorindagi yog'larni eritishga, oyoq oldi tomoniga juda ham kerakli mashq. Orada 1-2 daqiqa dam olib, keyingi yondashuvga o'tsa bo'ladi. Navbatdagi oyoq uchun oxirgi mashqimiz boldirlar uchun ikra deydi. Qon aylanishiga, oyog'imizdan qon yaxshi qaytishi uchun juda ham foydali mashq. Ikra uchun juda ham foydali mashq. Boldirlar uchun, qon qaytish uchun, yuragimiz yaxshi ishlashi uchun ayniqsa juda ham foydali mashq. Buni mana bundoq qilib bajarsa ham bo'ladi va oddiy turib olib, bir narsani ushlab, xohlagan joyda bajarib ketaverasiz. Boshlanishida yuklama olish shart emas. Keyinchalik qo'lga gantel olib, yengil bo'lganda, keyin qo'shimcha yuklama bilan ishlasa bo'ladi. Bir oyoqlab ishlasa bor, buni bir oyoqlab gantel olasizda. Keyinchalik yengil bo'lib qolganda 2-3 haftadan keyin qo'lga og'irlik olib, yuklama olib ishlasangiz bo'ladi, bir oyoqlab. Oyoqni mana bunday qilib ishlasa, oyoqni ichki tarafiga yuklama tushadi. Kimni oyog'ini ichki tarafi zaif bo'lsa, mana shunday ishlash kerak. Agarda tashqi tarafi zaif bo'lsa, mana bunday qilib tashqi tarafi uchun yuklama berib ishlaymiz. Hammasini uy sharoitida bajarsa bo'ladi. Va qo'lga yuklama olib ishlasa ham bo'ladi. Yengil bo'lib qolganda. Birdaniga yuklama olib, birdaniga og'ir ishlash kerak emas hech qachon. Shoshilmasdan asta-sekin bo'ladi hammasi. Mana shunday qilib bugungi oyoqlar uchun bo'lgan mashg'ulotimiz ham yakuniga yetdi. Hurmatli fitness sirlari ko'rsatuvi muxlislari, biz bilan birga bo'ling, tomosha qilib boring. Keyingi safar albatta uchrashamiz. Mani yordamchim Abdullohga katta rahmat va mana shu tasvirni suratga tushirishga bizga yordam bergan Profit Uz fitness maskaniga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi safar uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.